Assalomu alaykum. BYD'ni ko'rishga keluvdik. BYD Seal 6 sedan hibrid DMI. O'tir. Qani o'rtoq o'tiringchi. Kichkina obzorcha qilaylik. Bismillah. Anaqasi sidini dakamsi oxirida. Joy yetmayapti, Tesla'da. Bo'ldi, birinchi parod ketdi. BYD Seal 6. Bo'ying qancha o'rtoq? Menimcha buni anaqa qilganmi deyman. Ya, u уже birinchi anaqada. Minus, katta minus. Patolog pas. Sidini tushirdim mana. Блин. BYD. Разочарование. Yaxshi emas-da. Men chunki bu o'rtoqlar realniy obzor, bu blogerskiy obzor emas, zakaznoy obzor emas. Mana o'rtoq haqiqatni ayt, как оно есть. Hali tor mashina, tor. Bo'lmasa sen bo'ying gigant emas, 2 metrli emassan, to'g'rimi? Biri qancha? Biri 85 ha? 85. Dishovka, mana bu anaqalari plastik, mana bu anaqalari dishovka. 30 mingga yarashadi. 30 ming nima u? 30 ming. Ha, 30 ming BYD uchun kopeyka bo'lsa kerak-da, 30 ming. 30 ming dollar. To'xta, uzr, adashdim. 30 ming emas, где-то sal adashmasam примерно 27-28 ming turadi, baribir. 27-28 mingga menimcha bozordan, indeksdan men buni ancha интересный. Chunki anaqa Chazormi? Hamma. Ya, hamda ancha past bu, o'rtoq. Klassik ancha past. Так, 50 wattli беспроводной зарядкасы bor ekan. Anaqa обдува bilan. Да. А здесь просто anaqa подставочка. Так. Anaqa. Mana bu холодильник mi?